Akabr malla zo'r deb qo'yganman. Narxlar bomba bu. Akabr YouTube kanali likelar bomba qilib bossin. Narxlar bomba bu. Narxlar yengil bo'ladi, bomba bo'ladi. Like bosish esdan chiqmasin ekanlar. Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Mana shunday xunojin so'radilaring, men olib keldim. Sizlar bittadan videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunday sifatli videolardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz ekanlar. Mana mollarga ham bittadan like bosish esdan chiqmasin ekanlar. Narxiga qiziqyapsizmi? Narxini birozdan so'ng aytib o'tamiz. Ungacha Nurbek akamizdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bugun soat 3 ta. Ozgina narxlar bomba qilamiz. Narxni ham bomba qilamiz. 3 tagina ozgina sozginasidan so'raganlar uchun akalar. Birinchisiga shved. Akalar. Bo'ylari 1.25. Birinchisiga shved. Bo'ylari 1.25. 1.25 dan chiqadi akalar. 1.20 ga olishaversin. Yuvoshligi ham bittadan like deb so'rasizlar. Ostlarini nima deyapti akalar? Bittadan like deb so'rasizlar. Ikkinchisiga smetanda zo'ridan tozasidan. Aka, buni kallasini ko'rsating degan aka-ukalarimizga video davomida ko'rsatib o'tamiz akalar. Bu ham zavodskiy Bu nima deyapti akalar? Buni ham ostidan bir ko'rsatib. Ostilariga ham ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Nurbek do'st, endi bular narxlarini jub qo'yamizmi yo donadan qo'yib ketamizmi? Donadan qo'yaveraylik. Donadan qo'yamiz akalar. Birinchisiga aytganimizdek, keyin uchinchisini ham rossiyskiy parodani ko'rsatib o'taylik. Mana akalar, rossiyskini zo'rdan qo'shmaga tayyordan boqaman degan aka-ukalarimizga. Buni ham bo'ylab 1.25 kelyapti, 1.20 ga olishaversin. Bular Jadval o'ta xo'ra. 1.25 ga bo'ylarini olaverasizlar. Ostilarini ham hozir ko'rsatamiz akalar. O'ynab turibdi mollar. Mana qarang akalar, tuzum mol mana. O'ynaqlab jadval kik. Endi narxlariga kelamiz aka. Mana bu narxini 25 aytmoqchi edim. 25 etmaysizdan qo'lni bering, men obunachilarimga arzon qilib berasiz degan umiddamiz. Sen obunachilaring men 500 ming o'tdi, mana 24,5 ming. Baragasini bersa akalar. Buni dostavkasi tekin voha kelishilgan olur. Aka, zo'rda arzondan so'radingizmi? Mana 24 million 500 ming so'mga dostavkasi vodiy bo'ylab tekinga yetkazib beriladi akalar. Hozir videoyimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qattaqonsaroy qishlog'ida olyapmiz akalar. Hafta kuniga payshanba 2-iyul akalar. Mollar nima deyapti? Endi ikkinchi smetanga o'tsak akalar. Oh, bay, qizilidan. Qip-qizil to'q rangidan so'raganlar. Endi aka, buni ham narxiga kelamiz aka. Narxi bo'ladi. Narxi bomba bo'ladi deb aytayaptilar o'zlari. 25 million qo'ymoqchi edim. 25 million qo'ymaysiz aka. Sen obunachiligingga 1 million o'tdim. 24 millionga vodi bo'ylab dostavkasi tekin voha baragasini bersa akalar. 24 million so'mga akalar semental nima deyapti akalar? Buni akalar 24 million 500 ga qo'ydik. Endi busini 24 million so'mga Nurbek akamiz chiroyli qilib narxini kelishtirib aytdilar. Kallalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Agar telefon qilsin, yana xayri bor. Telefon qilsin, ishni bitiramiz deyaptilar akamiz. Endi uchinchisiga rossiyskiy parodaga o'tamiz akalar. Rossiyskiy paroda aka. Narxini endi narxi qo'lni bering. Arzon qo'yasizmi? 25 etmoqchi edim. Men sen obunachilarga 24,5 million so'mdan rossiyskiy paroda nima deyapti akalar? Qochmaga tayyoridan. Bu ham Namangan viloyatida turibdi. To'raqo'rg'on tumani Qattaqonsaroyda aytib o'tganimizdek. Bo'ylarini aka boshidan silliq qilib aytib bering bo'ylarini. Bo'ylari 1.25 edi, men 1.20 ga olishaversin. 1.20 ga olishsin akalar, mana shu molimizda akalar. Smetdan 1.10 chiqyaptimi? Semental 1.8 ga olishsin. 1.10 chiqyapti, 1.8 ga olishsin deyaptilar Nurbek akamiz. Endi uchinchisi akalar rossiyskiga o'tdik. 1.25 chiqyapti buni ham bo'yi. 1.25 oshirib, 1.20 ga olishsin. 1.25 chiqyapti, 1.20 ga olishsin. Obunachilarimga zo'r qilib qo'yib beryaptilar akalar. Narxlari yengil bo'lsa, kommentariyaga akobir narxlar yengil ekan, yana shunday kichikroq variantini yo kattaroq variantini so'raymiz degan aka-ukalarimizga ham aylantirib, o'rgiltirib so'rab beramiz. Endi bularda aka bittalab yakkalab olaman degan aka-ukalarimizga yetalab Telegramdan yetalab yemishlarini birma-ketin tashlab berasiz. Ha, tashlab beramiz. Behijolat. Qachon telefon qilsam tashlaymiz.
24 soat aloqadamiz. Endi bularni yemish turishlarga necha hafta garantiyasi bor aka? Bir hafta garantiyasi bormi? Bir hafta emas, 10 kun garantiya beradi. 10 kunga garantiyasi yeb ichishiga, sog'lik salomatligiga ketaveradi akalarimiz. Sizlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Obunachilar bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.